Yoshing nechida? 6. Isming nima? Saidbahramxon. Hali maktabga chiqmagan o'quvchini hozir bilimini sinab ko'ramiz mukammal arifmetikadan. Xo'p, senga o'rtasida beramiz 63 63. plus qo'shamiz 21 ayiramiz 54 qo'shamiz 66 Qo'shilgan 66. 96. 96. Juda to'g'ri. Yana keyingisi. Xo'p, o'rtasidan beraman. O'shani uyushtirilmagan bu. Xo'p. 95 95. minus 85 qo'shamiz 71 ayiramiz 51 30. 30. Gap yo'q. Qanchadan beri Nur kelajagiga kelasan? 8 oy bo'ladi, menimcha. 8 oy. Ustozing ismi nima? Sevara ustoz. Sevara ustoz. 8 oylik natija hali maktabga chiqmagan o'quvchiga menimcha juda zo'r. To'g'rimi? Sizlarning ham farzandinglar bo'lsa, kutib qolamiz. Mana shunaqa mukammal hisob-kitoblarni oson va tezda hisoblashga o'rganadi, xudo xolasa. Xayr.